to'g'ri. 27 bab. Bu dunyoning ishlariga nima degilik? Oliy maktabni yengilib bitkizib, yoshlik tuyg'ulari va she'riyat ilohining sehrli qanotlarida parvoz qilayotgan vaqtlarimda agar bir kim menga pat orada bir mahbusga aylanib, Tarim cho'lligida 20 yil emgak qilasan degan bo'lsa, men qaqaqlab kulib uni sarang degan bo'latdim. Aşu emgak bilan o'zgartish maydonida bir kunlik ig'ir emgakdan herib ichib, to'pi va targa cho'milgan holda qaytib kelib, qafasdek tar, havosi bulg'angan Gundixonaning semut to'risiga qarab yotganimda yana bir menga bir kunlarda sen cho'ng shaharda dongliq bir o'rinda ishlaysan. Omad, muhabbat va she'riyat ilohi sana yana quchoq ochadi degan bo'lsa, men unimi oldamchiga chiqarib etgan bo'latdim. Ammo reallik o'zgarish va mo'jizalarga shu qadar boy ekanki, uning oldida inson ahli cho'lta. Har qanday yozuvchining qalami gal ekan. Bu taqdirning ishimi? Taqdir bir kimlarning qo'li orqali yana bir kimlarning hayot mamoti va turmush yo'lini belgilamdi. Agar taqdir mavjud emas, tasodibiylik mavjud desak, tasodibiylik doim alohida bir kimlarnila saqlab turamdi. Dadam bir kubli she'r uchun gunohsiz bir qizning o'limiga sababchi bo'lg'ili tas qolganda, uni nikohiga qutuldirib qolgan ekan. Men bu hikoyani kichik vaqtlarimda onamdan anglagan. Onam hayot vaqtlarida dadamni qahramondek ko'ratdi. Uning uchun yashaydi. Men bir kublit she'r uchun 20 yil turmada yotdim. 43 yoshimda uylandim. Dadam 62 yil ömür ko'rdi. Men qanchalik ömür ko'rarman? Dadamdek ömür bo'yi she'rga havas qilib o'tgan odam oz bo'lsa kerak. Uning 2-3 sandiq kitobi bor edi. Hammasi ayni davrning usta xattotlari tarafidan ko'chirilib, sipta tuplangan qilin muqovasiga imir-chimir rangli naqsh yoki gullarning rasmi chizilgan koni kitoblar edi. Muqovadagi gullar menga xuddi rost gullardek ko'ringanlikdan doim qo'limni uzatib silab boqatdim. Muqovadagi xatlarni hajilab o'qib tushunmay, dadamdan so'rsam, u menga "Sen bilmaysan, sal cho'ng bo'lg'in, shu chaqda bularni o'gitaman, mushu kitoblarimni keyin sana qoldiraman" deydi. Bekar vaqtlarida tovar yog'liqi o'rab, tagining tegiga tiqib qo'ygan biror kitobni elib o'qib o'ltiradi. Zo'qlanib ketgan vaqtlarida meni oldiga chaqirib, "Ko'rdingmi mavu misraning chiroyliligini?" deb ullik o'qib tahlil qilib ketadi. Yoki o'zini bosolmay, soqol burut bosgan og'zini medirlatib, kichik bolalardek xirildab kuladi. Bir qitim xemir yug'irayotgan cho'ng onamni chaqirib, she'r o'qib berayotgan chig'ida cho'ng onamning xemir yuqi qo'llarini silkib, xafa bo'lib chechilib ketganini helim esimda. Dadam menga she'r o'qib bahri elish qalti so'zirliq ish. Sen she'r o'qi, lekin she'r yozma. Yozgandimi haqlarga ko'stib, danglab yurma. Avvali azaldan she'r yozgan odamning yaxshi kun ko'rgini ham o'z ajilda o'lgini oz deydi. Dadamning mushu gapi meni she'rga qiziqtirib qo'ygan edi. Maktabda o'qiyotgan chig'imda madrasada yodlagan she'rlarning uslubida bir she'r yozib boqqan edim. Muallimga yarab ketdi. Shuningdan keyin bola shoir atilib, har xil faoliyatlarda she'r deklamasiya qilib yurdim. She'rning nimaligini oliy maktabda oz-to'la his qildim desam bo'ladi. Shu chog'larda gazetlarga besilib maqtalgan she'rlarimni keyin o'qib beqib, oddiyligidan hayron qoldim. She'rni haqiqiy tushungan vaqtim turmadagi vaqtim bo'ldi. Nalardandir qo'lda ko'chirilgan klassik she'rlar, chet el shoirlarining she'rlari, hatto turmada yozilgan she'rlar paydo bo'lib qo'ldan qo'lga o'tib turadi. Bularning ichida yaramsizlari yo'q deyarlik edi. Har misra, har so'z yurakka ta'sir qilib, qonni qaynatadi. Ularning ta'sirida ichimdan goh achchiq, goh she'rin yoki mungluq his tuyg'ular o'rlab, qo'limga qalam olg'um keladi. Yozganlarimni parcha qog'ozga ko'chirib, qog'ozni simdek inchga yemirib, ishdan chapinimning ta'sir ichiga tiqib etgan edim. Turmadan chiqqandan keyin ularning bir qismini ratlab nashriyatga berdim. Turmada yozilgan she'rlar ana shu qaynoq chin hissiyotimning mevasi edi.
Keyin u xil hissiyotni nemishqidir topolmas bo'lib qoldim. Shuningdan qaraganda, ba'zilarning haqiqiy she'r qon tomchib turgan yurakdilla urg'ib chiqidi degani bekor bo'lmasa kerak. Bularni nima uchun yozayotganligimni bilmayman. Ba'zi ichimdagi nurg'un o'y fikrlarni bir necha kubli she'rga sig'dirishning mumkin emasligini o'ylab, xohlagancha bir narsalarni sizib boqqim keladi. Lekin o'zimning nasriy yozuvchilardek yozolmaydiganligimni bilganligim uchun kundalik xotiraga o'xshab ketadigan mushundaq narsalarni yezib tashlab qo'yman. Bularni kundalik xotira degandan o'y fikr xotirasi degan muvofiqroqmikin? Ayolim ishdan tushib qaytib keldi. Ballarımның keldigan vaqti bo'ldi. Bugun mushu yergacha yozay. 1985 yili sentabr. O'tirhal cho'nliqdagi ishxonada to'rtimiz 3 kishi bilan bir ayol o'ltirmiz. To'rdagi o'rinda o'ltiradigan 48-49 yoshlardagi Sattar ismli o'ruq, qatma, o'tir bo'yi odam bizning boshlig'imiz. U shim kostyumni qatirib kiyib, chochlarini parqirtib yasab turdi. Beden qiyofatimi o'zgarib ketmaganlikdan qaramaqa asli yeshdan xeyli yosh ko'rindi. O'zimi hadisa biz yoshlar undaq, biz yoshlar mundaq deb qiziqchilik qilib qo'ydi. Tadqiqot o'rni asliga kelganda qaysi bir maktabdan yo'tkilib kelgan bu odam kasb ahli bo'lmasimi, ashu xushchaqchaq mijozi bilan yuqoridagilar bilanmi, tuvandagilar bilanmi chiqishib ishlarni yurishtirdi. Muhimi u nihoyat qizg'in, mas'uliyatchanligimi xeyli kuchli. Zörü tepilganda bizni aldab ishqa selishnimi biladi, ham biz uchunmi so'zlaydi. Umuman, u xeyli bo'ldigan odam. Uning udulda qaysidir bir shaharni yo'tkilib kelgan Tojigul ismli yosh cho'kon joylashgan. U o'zini bu idoraga xato kelib qoptiman deydi. Erining o'zini tuzukroq bir idoraga yo'tkab kelolmagandan qaqshab, kunlarini telefonda do'stlariga dard to'kish bilan o'tkazadi. "Viyay adash, barmayman degan tugmanga 7 qitim borsan" degandek, mening o'tab teshib bu idoraga o'rlashib qolganimni demamsan. Bu yerda quruq qog'oz bilan to'pi bosgan kitobdan boshqa narsa yo'q. Kitob deganga qarsam beshim pir-pir qaydi adash. Soatni to'shqizolmay kunda magazin ayirlayman. Helmo ishxonamizda bekorlik telefon bo'lib qopti ekan, bo'lmasa zerikib o'lib qoldi ekanman degina. Tojigulning zarnishlari ichida töven tarafdagi derizning yenida 32-33 yoshlardagi Dilmurod ismli yigit bilan Peqir Ilhamjon udul o'ltirmiz. Xizmat taqsimoti bo'yicha Sattar klassik adabiyot tadqiqoti bilan Murad hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining ta'siri nasriy ijodiyat tadqiqoti bilan Peqir she'riy ijodiyat tadqiqoti bilan shug'ullanamiz. Ideyani ozod qilish ta'kidlanadigan adabiyot san'atga oid yangi qarash, yangi uslub, iqlimlar ko'plab o'tirg'i chiqayotgan, yangi kitoblar, jurnallar ko'plab nashr qilinayotgan bu kunlarda ko'p vaqtimiz kitob material ko'rish bilan o'tadi. Bo'libmi Dilmurod bosh ko'tarmay kitob o'qiydi. U ishkirda maxsus adabiy tanqidchilik kasbini o'qigan ekan. Uning adabiyot jihatdagi umumiy tarbiyalanishi alohida yaxshi bo'lib qolmay, fikr yo'li cho'nqur ham ijodiy bo'lganlikdan bu soatga cho'nglar uningdan zo'r umid kutishidi. Muratdak yoshlardan 5-6 bo'lsa, Uyg'ur adabiy tanqidchiligi iziga tushib qolar edi deyishidi. Noyda bilimlik ham obro'li bir peshqadamimiz bizning tanqidchilik sohamiz noyda keng bo'z dalaga o'xshaydi. Bu yerga ot choptirib kirib to'shqan tulka o'g'ilganlar bo'ldi. Ammo iyiq yilpiz yo'lbos o'g'laydiganlar chiqmadi degan edi. Qaraganda mushu Dilmurod iyiq yilpiz o'g'laydiganlardan bo'lib chiqadigan qiladi. Aniqki, iyiq yilpiz o'g'lash uchun marganliklar kifoya qilmaydi. Xatarga tavakkul qila oladigan botir yurakmi bo'lishi kerak. Tanqidchilikka nisbatan bu yigitning yuragida lovullab turadigan bir ishtiyoq bor. Texin muhimi uningda haqiqiy ilm ahliga xos samimiylik ham dodillik bor. Men bugungi yoshlarga havas qilaman. Ularning sharoiti nima degan yaxshi ha? O'g'inimanlar desa imkon bor. O'qiyman desa kitob material shuncha ko'p. Biz yosh vaqtlarimizda bunday imkoniyatlarga erisha olmagan edik. Kitobni ko'proq o'qisang, mutaxassis qalpiqi tayyor turadi. Biror ig'iz gaping boshqalarnikiga o'xshamay qolsa, beshing ketadi.
İlohim yoshlarimiz, avlodlarimizning beshiga bundoq kunlar kelmasin. 1986 yılı mart. Qo'limga qalam olmag'ili xeyli kunlar bo'lib qapti. Bu arada Dilmuratning arqa-arqadan e'lon qilingan maqolalari zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. U maqolalarda nupuzli kishilarning bir qism asarlarini yangicha tanqidchilik nuqtai nazari bo'yicha tahlil, tanqid ostiga ilib, ko'z qarash, baholarni dodillik bilan o'tirib qo'yib, yuragi ojiz kishilarimizni xeyla cho'chitib o'tgan edi. Bu maqollarni qo'llaydiganlarmi, so'kib tillaydiganlarmi shunchalik ko'p bo'ldiki, bir necha kungacha ishxonamizga Dilmuratni so'raydigan telefonlar to'la kelib, zodla oramchilik bo'lmadi. Oxir telefon olmas bo'ldik. Shundaqdimi ishxonaga izlab keldiganlardan qutulg'ili bo'lmaydi. Bir kuni kepinakdek yasangan yosh bir cho'kan Dilmuratni izlab keldi. Dilmuratni ko'rib, "Viyay, maqolasini o'qib odam aymangidek qomatlik, qopqi yomon bir odam ekan desam, qiziribla turadigan bir bola ekan-ku. Hey bola, maqolani ajab yozib etibsiz. Tilingiz nimancha ochiq sizning, siz nimancha rahimsiz" deb so'zlab ketdi. Dilmurat uning gapiga gap qo'shmay, jimmida o'nglab o'ltirdi. Dastlabda qizirib ketgan chiroyi bora-bora suzilib, tamkin kinoyalik tus oldi. "Viyay, shunchalar so'zlab ketsam, bir ig'iz gap qilmay o'ltirdilar. Ma bola, voy, nimandaq gap qilmaysiz? Hamma gapni maqolda deb bo'lib, so'zlaydiganga gap qolmadimi ya? Bu yozilgan xalqning hammasi mushundaq bo'lamdi nima? Bizning idorada bir bor 10 ig'iz gap qilsang, bir ig'iz mo'rmaydi. Voy, sizga gap qilyapman. Bu qandaq ish edi?" deb so'rsa, bir soatdan keyin qo'pib, "Ha, shundaq ishmi? Bormidi?" deb sizdan so'raydi texi. Havaskar cho'kan birer soatcha ana shundaq so'zlab chiqib ketdi. Tojigul uning gaplari bilan ohangni shunchalik aynan do'rab bir necha kungacha hammamizni kuldirib yurdi. "Nemisini deysiz? Bizning Uyg'urda shoir, yozuvchi jiq, havaskar texmi jiq. Adabiyot so'rinimiz shundaq bir so'rinki, Uyg'ur jamiyatida borligi qiziqchiliklarning hammasi bu yerdami bor. Bu yozuvchi shoirlarning ba'zilari bir narsa yozishni amaldor bo'lishning yo'li deb qaraydi. Nom ataq uchun, qatorda qolmaslik uchun yoki qo'ldan boshqa ish kelmaganlikdan oz to'la choy, tuz puli tepish uchun zo'r qilib yozdiganlarmi xeyli ko'p. Shoir yozuvchilikning xo'shalligidan xafaligi, huzur halovatidan jafosi ko'p. Bir xil ma'naviy manzil ekanligini tushunib, uning uchun hammaga tayyor turdiganlar yana qanchalik bunisi menga noma'lum. Bir nimalar qilib bir ikki to'plam chiqarib elib, quruq chaqmoqdan o't chiqarib yurdiganlar, guruh bo'lib so'rinlarda mamadallik qilishib, yiqilinni maqtab ko'ki ko'tasa, kimlarnidir so'kib bir tiyinga olg'usiz qilib etib, ko'nglini xush qilib yurdiganlarmi yo'q emas. Qadimgi davrda qalamkashlar yozgan asarni sultonlarga, bek, geritsov, kenas, xon podsholarga taqdim qilishadi ekan va bu orqali dong chiqaribla qolmay o'zlarini qo'g'daydi ekan. Bizning bugungi aqlliroq qalamkashlarimiz-mu ana shundaqlardan yo'lanchik tepishga bek e'tibor berdi. Deymizmi, istutakka to'lgan bu dunyoda shoir yozuvchidan bo'zak odam yo'q. Uning yo puli, yo kuchi yo'q. Bo'zakning qo'lidagi shon shuhrat xuddi kichik bolaning qo'lidagi olmos ko'zlik uzuk o'xshaydi. Uni hamma odamning tortib olib, taqib boqisi keladi. Hasad, tama, oshko'zlik vasvasida qolgan odamlar uningga erishish uchun barliq razil vositalarni qo'llandi. Qaramroqlari o'zuk egisini bo'g'ibla o'ldirib etishni qasdlashidi. Olmos ko'zlik uzuk ba'zida ashu razil saxtabazlarning qo'liga o'tib qoldi. Ammo ulardan uzoq turmaydi. U ba'zida necha asrlab yo'q bo'libla ketadi. To'satdan hech kim kutmagan yerdan kimlarningdir qo'lida yana chaqnab, hasad, osh ko'zlik gulxonlarni lavildidi. Ammo nima uchundir u hech kimga baxt elib kelolmaydi. Baxt degan nima zodi? Men yoshlik vaqtlarimda bir mazgil o'zimni baxtli sanab yurgan edim. Ammo buning soxta, xiyoliy tuyg'u ekanligini bek kechikib his qildim. Türmedeki vaqtlarimda yo'ruq dunyoning bir burchigida 2 ig'izliq uyim, xotin bolalarim, o'zimga tava bir parcha etizim, kichkina mevelik beg'im bo'lsa, xolganda yetib, xolganda qo'pib, etizimga xolganni terib tinish yossam deb orzu qilatdim. Bu mening tasavvurimdagi baxt edi. Qaraganda orzularim
reallikqa aylangandek turadi. Binada 2 egizlik uyum, adabiyot tadqiqot o'rnida xizmatim, ayolim, bolalarım bor. Men yangidan xizmatga tushib, tonish bilishlarim meni o'ylab qo'yishning g'amida yurganda Dilmurod bir kuni meni uyiga chaqirdi. Uningmi yangi to'y qilgan chog'lari edi. Ayoli doktorxonada ishlaydi. Shu kuni ularning uyida yana bir mehmon bor ekan. U Dilmurodning ayoli Dilnur bilan birga ishlaydi ekan. Xuddi meni kutib turgandek 38 yoshga kirguncha to'y qilmagan ekan. Keyin ikkimiz ayrim uchrashganda men uningga qaraganda menili kutib turgan o'xshaysiz dedim. Umu ishkilanmay, "Ha, men sizni ko'ribla mana bu men saqlayotgan odam deb o'ylagan edim" deb javob berdi. Biz to'y qilib bo'lib, yozda uning ota-onasini yo'qlab bordik. U meni qo'yiq chatqal dal-daraxtlik o'tirsidagi so'qmoq yo'l bilan keng bir qo'rg'oga boshlab kirdi. Uning yashnab qolgan ota-onasi ikkimizni ko'rib xushalliqdan qildigan qiliq topolmay qoldi. Tamoqdan keyin ayolim meni sharat bilan uyning orqasiga boqa boshlab chiqdi. Bog'da men orzu qilgandek osmon palak, ujmilar, o'rik shapdon, olma anarlar bor ekan. Ikkinchi yili qizimiz dunyoga keldi. Ayolim 40 yoshdan oshganda to'sishlarga qaramay o'g'limizga qo'rsoq ko'tardi. Men farzandlarim bilan o'ltirib televizor ko'rayotgan chig'imda ayolim o'ri chiqib turgan tomoqni oldimga qo'yib ko'zimga qarab, "O'xshabdimi?" deb so'ragan chog'larda o'zimni intayin baxtli his qilaman. Bu baxtga hech narsani tegishmayman, lekin bu baxt qalbimdagi bo'shliqni to'ldirib ketalgani yo'q. Men doim turmushimda ruhimning chunqur qatlarida har bir itiniqimda ajallik bir bo'shliqning borligini sezib turman. Bu bo'shliq oldida o'zimning xastak arzimas, nom nishonsiz soyidek bechora ekanligimni his qilaman. Gohida men odam, men xas emas, soya emas deb jinimning barcha vaqirg'im qandaqdir bir ishlarni qilib o'zimning odamligini isbotlag'im keladi. Lekin tugmas tirikchilik g'imi, unvon, mukofot vasvasasi o'g'limning o'pkisiga so'g'uq tegib qizitib qolganligi, qizimning maktabga kirishiga o'xshash ishlar put qo'limni chambarchas bog'lab turadi. Bir kuni oqshimi tamakini uzildirmay chekib achchiq xiyollar ilkida bo'g'ilib o'ltirganimda ruhimdan behushlikqa o'xshab ketadigan azoblik, ammo rohat bag'ish bir tuyg'u o'rladi. Yuraklarim düppildab so'qib ketdi. Darhol qo'limga qalam oldim. Soyning monologi nomli she'rim shu daqiqalarda barliq keldi. Keyingi bir necha oyda behushlikqa o'xshab ketadigan bu xil tuyg'u pat-pat takrorlanib turdi. Yil oxirida Soyning monologi nomli to'plamni nashrga topshirdim. Xudo xolsa kelar yilgacha yana biror to'plam kutib muqallar. 1995 yil aprel Urumchi. 28 bob. Markaziy shahar bir qarsang go'yo g'oyat zo'r qimir maydoniga o'xshaydi. Bu yerga siyosiy, iqtisod, savdo, adabiyot, san'at sohasidagi sarxillarla emas, turli jinoiy ishlar sarxillari, tavakkilchilar, qiziquvchilar, talay sinab boquvchilar yig'ilgan. Hech kim bu yerga yig'ilganlarning kelib chiqishi, o'tmishi, qachon, nima ishlarni qilganligini surishtirib o'ltirmaydi. Pozor yasinib oltinga purkinib olgan bir ayol yoki qaytib kiyingan bir o'zining gapdorligiga, nomussizligiga tayinib hoji, o'lima, xonbek avlodi, puldor yoki huquqdor bo'lib olib kishilarni aldab davr suralaydi. Bu yer pul bilan huquqdan boshqani e'tirof qilmaydi. Hayot xuddi cho'rgilab turadigan tavqaga o'xshash bir kechada odamlarning taqdirini belgilab, kimlarnidir aziz, kimlarnidir xor qiladi. Gerçi tavkadan yeni to'mpiyib ko'rang, xo'shal qaytib chiqadiganlarga qaraganda yeni quruqtilib, umidsiznib, hatto asli vaslidan izzat hurmatidan, aql ho'shlaridan ayrilib chiqadiganlar ko'proq bo'lsa-mu, kishilar yanla uylarda tirilishiga baxmay, u yerga qarab qistilishidi. Tavka to'xtamay peyqiraydi. Oshko'zlik va taqozolik, umid va umidsizlik, gangirash, yo o'lim yo ko'rim deydigan qaramliq aralashib ketgan qo'rqinchli bir kuch, bir asabiylik ularga xuddi iblisdek hukmron. Ularning paqirab turgan ko'zlari puldan boshqa narsani ko'rmaydi. Quloqlarga tangillarning jiranglishi yoki huquq amal vasvasasidan boshqa ovozlar anglanmaydi. Toki bir g'azablik nara, azoblik bir silkinish ularni o'yga
turib ko'rib atgan tushidan uyg'otib etmekmigicha ular shundoq yashaydi. Ko'p qismi faqat sakrat oldida yaxshilik va yomonlik, do'zax va jannat deganlarni yodiga ilishadi. O'shqi olchi tushib amal martabaga erishganlar yeni tom, alpozi yomon, oltin kumush boylik ichida yayrab yurdiganlar, pulni g'azandek xajlaydiganlar shaharning haqiqiy xo'jayinlaridir. O'rmonda qad ko'targan egiz binolarga ana shular erkin kirib chiqalaydi. Yo'llarda volvo paqirib, erkin chepishib yurgan esil pikaplarda ana shular o'ltiralaydi. Ana shularla hayot paysini surib, qadini kerib yashayalaydi. Rustam pikapda o'ltirib, Urumchining Buloqbeshi ko'chasidan o'tib ketyotdi. Chiroyidan harg'inlik, bilinar-bilmas bezorlik chiqib turadi. Yo'lning ikki tarafida yayma yeyib, qo'llarga paypaq, mayka, dazmollab paqirtib olgan koni kiyim-kechaklarni ilib, xaridorlarning orqasidan yugurib yurgan erlar, ayollar, uşaq bolalar, qiyir xotinlar, ishiklari oltin yaltilgandek voldab turgan magazinlarga kirolmay, bahosi tushirilgan arzon mollarni izlab yurgan ruhiy sunuq mig'mi odamlar yo'llardan iqin sudek o'tib turadigan esil pikaplarga parvo qilishmaydi. Pikapning sirtidan ichini ko'rgil bo'lmaydigan qalin ayniki xuddi pasil tamdek ichidagi odamlar bilan sirtdagi odamlarni ayirib turadi. Shahar bo'yicha qatnash tartibi eng qalaymiqan, odamlar bilan mashinalar aralashmaydigan, mashina yo'lning yerimini harbi so'rab yuradigan baqqallar bilan elib satarlar egilib oldigan bu rayondan o'tkicha Rustamning qapqi turiladi. Nimanda qamlashmagan haq bu, deb ichida ularni tilaydi. Tijorat qilsimi yo'lning teshida ko'rsatib bergan yerda qilsa bo'lmamdi. Avu yo'lning o'tirsida lag'aylab yurganlar nemishqi piyodalar yo'lda mangmaydigandu deb qo'dirib ketadi. Pikap odamlarni orlab janubiy qovoqdan o'tib ketgandila uning chiroyi ichiladi. Nurliq yo'li keng, ozoda, odamlar shalong edi. Bo'libmi Beijing yo'lida mashinalar beyga tushgan tulpardek chapalaydi. U boyiqi ko'ngil g'ashlikini unutib, shoferni mashinani beksiliq haydaysiz jumu deb maqtab qo'ydi. Pikap yo'l bo'yidagi bir qo'ru tarafga burilganda shoferga tushdan keyin balduroq kelishni topildi. U doktorxonada yetib qolgan Abbos Nazirni yo'qlab o'tib ketmoqchi edi. U pensiyaga chiqqandan buyon to'li og'riydigan bo'lib qoldi. Mijozimi o'zgarib ketdi. Uning Abbos Nazirning yonida uzoq qo'l turg'isi yo'q edi. Ishqi mangash yo'qlab bassa, Abbos Nazirmi uni tutib qololmaydi. Rustam hujjat sumkasini ko'tarib 4 qavatlik binoning 3-qavatidagi yasidaq uyga kirib kelganda, ayoli xonqiz oshxonada qo'rim qo'rvatadi. U oshxonaning eshigini qiyoychib, "Langmanma?" deb so'radi. Xonqiz, "Ha, qo'lini yuvib bo'lguncha tayyor bo'ldi" dedi. Xanzochi boshlang'ich maktabning yuqori yilligida o'qiyotgan o'g'li bilan bu yil maktabga kirgan qizi eshikdan tangla kirganda u yangi olgan rangli televizordan xabar ko'ryotdi. Bolalar dadasining yonida adab bilan o'ltirib tamoqni yeyishdi. Qizi Aygulning karton film ko'rgisi bo'lsa-mu, dadasiga deyolmay, yangi o'rgangan xanzo tilda akasining quloqiga, "Aka, dadamga sen deb baqa, birdam qo'chaq ko'rayli" deb pichirladi. Akasi dadasiga gap qilishdan ayminib, "O'zingda" dedi. Aygul yig'lig'idek bo'lib, "Jinim aka ma'qul degina, kunda tushdi qo'ydigan chashqan bilan uyda karton filmni senmi ko'rsan-ku" deb yolvordi. Akasi yana, "Dadam sana amroq, sen desang cho'qim qo'yib berdi" deb turib oldi. Talsha ularning ovozi o'lik chiqib ketdi. Abdunum rayon rahbarlarining muhim bir faoliyatini butun zehni bilan ko'rayotgan Rustam qapqin turib, "Nima g'albi bu? Olim, ishingni yeb bo'lgan bo'lsang, ukangni elib maktabingga mangmamsan" dedi. "Ukam tushdan keyin maktabga bormaydi. Undaq bo'lsa-chu, texi baldur heliroq mangman. Amsi uyga kirib uxlanglar." Aygul domsayg'incha akasining orqasidan chiqib ketdi. Rustam xabarni ko'rib bo'lib, ayoli akirib bergan yostiqni beshiga qo'yib, safaga qing'aydi. Odatda tamoqni yeb bo'lib bir pas uxlab oladi. Bugun uyqusi qechib ketdi. Buningga televizorda chiqqan boshliqqa hamroh bo'lib yurgan oq seriq, egiz bo'y bir odam sababchi bo'ldi.
Rustam viloyatdan Urumchiga o'tkilib, uzoq o'tmayla Markaziy partiya maktabiga 2 yillik o'qishga borgan edi. O'qish jarayonida u shu odam bilan bir yotoqda yotdi. U odam Rustamning tuzuk ish ko'rmagan, sahrolikqa xos to'mpayligi, o'zgarmagan ko'ngli tuz, sodda yigit ekanligini his qilib, ertagan oqshomlari uningga nurg'un ishlarni ezib tushundirdi. Rustam uning so'zini atrofidagi ishlarga birlashtirib, tahlil qilib, bu yerda o'qiyotganlarning bo'sh odamlardan emasligini, hammasining ko'nglida aniq nishon borligini, nishon aniq bo'lganda va shu nishonga qarab pam-parasat bilan ilgirlagandila manzilga yetkilib bo'lganligini, salla bo'shanlik qilg'uchining bu so'rindan rahimsizlik bilan shalinib tashlanganligini his qildi. Uning ko'z oldi villid yorib, ilgirki tega yetolmagan nurg'un sirliq ishlarning tugichaklarimi bir-birlab yeshildi. U shu odamdan kiyinish, yurish-turishni emas, kerakli odamlar bilan qanday yiqilishni, qanday yerda haraq ichishni, so'rinda qanday qilib boshqalarni og'ziga qartishni, o'ginishlarda qanday fikr bayon qilishni o'rgandi. 2 yil sagak odam uchun qisqa vaqt emas. Mushu 2 yilda u sahrolikqa xos tuzligini, gaplardagi to'g'roq puruqi, liu-liudan o'rgangan xinancha talaffuzni uzil-kesil tashladi. Avzal turmush sharoiti, ruhiy ozodlik uning vujudiga go'dak vaqtlardan tortib o'rnab ketgan jaboliq turmushning iznalarini surib chiqarib, uni boshqacha bir odamga aylantirdi. Uning rangi oqarib, vaqtsiz qo'riqlari tuzlandi. Qo'y qoshlari ostidagi qo'y ko'zlari chaqnab, taklimakan atrofida yashab kelgan qadimgi qovul bir irqqa xos aloyidliklar, to'g'riqlikqa zo'r o'zgarishlar elib kelgan ajdodiy Qutlug' hoji bilan cho'ng dadisi Velahunbayning bo'y basti, suri, pamparasti go'ya uning vujudida qayta zohir bo'lgan edi. U o'qish bitkazib kelib, uzoqqa qolmay nazorat ishxonasining mudiri bo'ldi. Nazoratga yuqori tuvan boshliq puhralar bilan tezla chiqishib, biroqla hamma odamning og'ziga chiqib qoldi. Uning bundoq tez o'sib ketishini Abbos Nozirmi o'ylamagan edi. O'zi sahrodan chaqirtib akilib, o'qishga kirgizib qo'ygan, oilasida bola boqtirgan, qiyin singlisiga chetib qo'ygan bu sodda bolaning buncha tez echilib, shoxlab, bu qadar o'zgarib ketishini texmi o'ylamagan edi. Qandaqli bo'lmasin, Rustam hozir boshliqlarmi, puhralarmi e'tirof qildigan, qo'ldan ish keladigan, pichqi kesadigan yosh kadr. U har qanday yerda gapini o'tkazalaydi, to'saqlarni bo'sib ishni yurishtiraydi. Bir amallarni qilib, hojatmanlarning qiyinchiligini hal qilib beralaydi. Shunga kishilar uningga nozirlardan bakrak ishonadi, uni yaxshi ko'radi. Demisimi bu oy, bu kunlarda qoida tuzum, prinsip degandek quruq gaplar hech kimning quliqiga o'xshaqmaydi. Xatolashdan qo'rqmaslik, vosita tanlamaslik kadrlarning ideyasi ozod bo'lganlikning belgisi deb qaraldi. Puhralarmi para olsimi, oshni o'ynasimi mayli, qiyinchiligimizni hal qilib berganila yaxshi kadr deyishidi. Rustam mushu yillarda o'zining qimmatini qayta to'nidi. O'ziga ishonadigan, o'zini xeyli odamlardan ustun ko'radigan, qadini tik tutib salmoq chamdab mangdigan, ancha kim ishlarni pensiyaga pisantiga olmaydigan bo'ldi. Chiroyi gap so'zlarida qahr paydo bo'ldi. Nazoratga yangidan yo'tkilib kelgan Shujini kishilar kitobni ko'p o'qigan, talib mijoz odam ekan, bir kimga oldirab qapoq ochmaydigan deyishatdi. Rustam uni astirdan kuzatib, odatda sovuq chiroy yurgani bilan 2 rumka ichib olsa ichilib mungdashqaq bo'lib ketadiganligini, to'xtamay o'qigan kitoblari, o'y fikrlarini so'zlab ketadiganligini sezib oldi. Rustam xizmat ishini bahona qilib, uni bir necha qatim yo'qlab kirdi. Har qatimda Shuji haroq qo'yib beradi. 1-2 rumka ichishgandan keyin o'zini bosolmay jahonning ishlaridan tortib, idoraga ishlargacha so'zligili turadi. Rustam noyat qoyil bo'lgan holatda uning gaplarini berilib olmaydi. Navbatda kelganda Shujiga o'zining bolliq vaqtlarining naqadar jafoda o'tganligini, Liu-Liuning o'zini qanday tarbiyalanganligi, qanday yo'l ko'rsatganligini hayajon bilan so'zlab kelib, men yosh vaqtimda Liu Shujining otalarcha g'amxo'rligi va shafoatiga erishgan edim. Amdilikda sizdek dona ustoz ham rahbarga erishdim. Men haqiqatan talaylik ekanman deydi.
Şujining yuqori gradusliq ko'zoynak orqasidagi ko'zlari yashang'irgandek paqirab qolardi. U texmi ichilib, "Hey Rustam, sizlar Uyg'urlar oq ko'ngil, ochiq yo'ruq, mard kelisizlar. Heyli mikr bilan shug'ullanmaysizlar. Men sizlarning mushu xarakteringlarni nihoyat yaxshi ko'raman" deydi. To'g'ri deysiz, lekin biz xalqning ko'zimiz kichik. Nazarimiz qisqa, cho'ng tarafni ko'rolmay ushshaq ishlarga esilib olamiz. Bu balkim ideyaning to'liq ozod bo'lmaganligidan bo'lsa kerak, deb javob beradi Rustam. Wang Shujining uyi nihoyat oddiy edi. Idoradagilar orasida Wang Shuji ilgari ishlagan joyda ba'zilar pul, chet elning qimmat baholiq soatlarini taqdim qilsa olmagan ekan. U zodi pora olmaydi ekan degandek gap so'zlar tarqalgan edi. Rustam Shuji bilan aralashish jarayonida uning xattatlik bilan qadimgi zamonning farfur buyumlariga qiziqadiganligi, qizib qolgan chog'larida shiraga tizib qo'ygan oddiy bir lo'nqa yoki ko'mzakni ilib paloni davrdiga solgan pokini dangliq shoirning she'ri tushirilgan deb og'ziga tegmay so'zlab ketadiganligini bayqadi. Rustam osara atiqa sohasidagi tonishlarni ishqa selib, pulning ko'ziga qaramay, gullari ozoda, shakli o'zgacha lo'nqidan birni setib oldi. Bir kuni oqshimi uni ko'nroq lotiqa o'rab, Wang Shujining uyiga kelib kirib, "Wang Shuji, ilgari men biriga kichkina yaxshilik qilib qo'ygan edim. U menga minnatdorlik yuzasidan bu narsani ilib kelibdi. Men uning necha pulga yaraydiganligini, qimmati bor yo'qligini bilmayman. Ayolimni sal kalampay, baribir sundirib qo'ydi. Uningdan ko'ra buni siz ishlating, ichiga gul chilab qo'ysangizmi bo'ldi-ku", deb shiraga qo'yib qo'ydi. Wang Shuji sal ikkilangandek bo'lib turib qoldi-yu, lo'nqiga qaragancha ko'zlari baqirib, ko'zini uningdan uzolmay qoldi. Oxir uni qo'liga ilib, o'rib-cho'rib, goh tirangishitib, urib beqib, goh silab beqib, og'zini yumolmayli qoldi. U qilin bir lo'pa aynakni ilib chiqib, lo'nqining tegidagi qandoqdir siziq belgilarni tekshirgili turganda, Rustam o'zining bu yerda ortiqcha ekanligini his qildi-da, asta putining uchida minib chiqib ketdi. Shuningdan keyin har ikkilisi lo'nqi to'g'riliq eg'iz ichishmidi. Rustam hech narsani bilmagandek yuraverdi. Uzunga bormay Shuji Rustamni milliylarning ichidagi eng yaramliq yosh kadr deb maqtaydigan bo'lib qoldi. Pensiyaga chiqqan muavin nozirning o'rniga kimni qo'yish haqida muzokara bo'lganda, u birinchi bo'lib Rustamni ko'rsatdi. Rustam u yili garchi muavin nozir bo'lib o'salmagan bo'lsa-mu, afsuslanib ketmadi. Balki texmi ruhlanib, yangi o'sgan muavin nozir bilan, hatto o'ziga qarshi fikr bergan boshliqlar bilan chiqishib ishlab ketdi. Rustamning ishning yo'lini bildigan, tadbirlik ham istiqbolli kadr ekanligiga ko'p qism kishilar chin ko'nglidan tan berishdi. Rustam uchun mushuning o'zi yetarli edi. Rustam xiyol surib shu yerga kelganda o'zicha kulimsirdi. Rost, hozircha mushu yetidi deb ovozini chiqarib takrorlab qo'ydi. Neriqi uydan ayolning, "Nima deyapsiz? Bir narsalar lozimmi? Choy damlab beraymi yo?" degan ovoz anglandi. Ayoli patnosga tizilgan chaynak bilan piyolani uning oldiga qo'yib chiqib ketdi. U qiniq damlangan choyni oldirmay ishkash, Abbos nozirga deydigan gaplarni o'yladi. Rustam kadrlar kasalxonasining yolg'iz kishilik yotiqiga kirganda, Abbos nozir yostiqqa yo'linib o'ltirib, o'g'li Dilmurod bilan paranglashayotdi. Rustam ular bilan qizg'in ko'rishib, sobiq nozirdan birer qur ahvol so'rab bo'lib, kamtarlik bilan oyoq tarafga o'tib o'ltirdi. Ular uning kirib kelishi bilan uzilgan suhbatini davomlashtira olmay birpas jim bo'lib qoldi. Dilmurod qandoqdir bir ishni o'ylayotgandek yerga qarab o'ltiradi. Ahvollari qandoq? Katta yozuvchi o'zlarini ulug' asarlarni yozayotdi deb angladik, dedi Rustam kulib turib. Xon qizga bilib berib kelayli desam, Dilmurod akam oldirash ekan, kitob yozib o'tibdilar deydi. Birdammi bekor vaqt yo'qmikin desam, kichik uydan zodla chiqmaydi ekan deydi. Shuning bilan menmi bo'labdi, avar qilmayli amisa dedim. Shug'inisi ba'zida odamning yaqin yo'riqlari bilan didorlashib, mungdashqisi kelib qoldi ekan. Dilmurodmi beshini ko'tirib. Unchalik oldirashma emas, Rustam jo'rin borsa, har qancha ish bo'lsa-mu qo'yib tura olamiz. Har qachon o'zlarining vaqti chiqmagandi, mayli-ku salomatchilik bo'lsa-la, hamon ko'rishkili bo'ladi.
dedi. Dilmurod jiq o'zgarmagan, faqatla ayni yillardagi balliq chiqib turadigan chiroyini o'tir yoshlik erlarga xos alaydiliklar egallagan edi. Dolqinsimon bo'lib ishonisiga tushib turadigan chechi helimi shu holatda, faqatla sal shalanglab qolgan edi. Abbos Nazir o'g'liga qarab norozi bo'lgan ohangda: "Senmi kitob yozaman deb kecha-kunduzi uyga bekinib olmay, ancha-muncha tala tuzga chiqib, hordiq elib mengangni aram oldirib, ondan yoz. Salomatlik hamida muhim. Men-ku sening qilayotgan ishingni zodi bilib bo'lolmadim. Tanqidchi degan nima degan gap zodi o'zi? Qilg'udek ish yo'qdek, nemishqa bundaq odam tanqidlabla yuradigan kasbni tanlab olgansan? Yozgan maqolang birmuncha odamlarning noroziligini qo'zg'abdi. Buncha val qilib nima javob deyman sana?" dedi. Dilmurod gap qilmay ochiq kulib qo'ydi. Rustam darhol Dilmurodga yon besib: "Unchalar deb ketmislar, Nazir. Dilmurodjon akamiz qilgan ishni mendek to'mpay odam hargiz qila olmayman. Yozgan maqolasini o'qisammi, tushunib bo'lolmayman. Unchalik saviya yo'q-da menda. Lekin ancha-muncha kitob o'qigan odamlarning noyida yuqori baho berishganini anglab, ichimda faxrlandim. Dilmurodjon kichik vaqtlaridan tortib zodi boshqacha edi. Ko'rdingmi, hozirmi hech kim qila olmaydigan ishni qilyapmamdi. Qarab tursizlar, mushundaq tirishiversa, qaltis odam bo'lib chiqadi. Tilg'anlar og'zini ichib qolaveradi. Sizlar hargiz boshqacha o'yda bo'lmaslar" dedi. Abbos Nazir Rustamga razmanlik bilan qarab qo'yib, ochiq chiroy bilan: "Ha, jo'rin, idorada nima gap so'zlar bor?" deb so'radi. Rustam uni qiziqtiradigan yangiliklarni bir-qo'z so'zlab berib, yana kelaman deb o'zira aytib xo'shlashdi. Dilmurod uni koridorga uzatib chiqib, past ovozda: "Gulnozni tepib bir nasihat qilib qo'ysang bo'ladi. U bu qitim tonishtirgan loyiqimi unimay turib olgan o'xshaydi. Dadam meni chaqirib qaynab ketyapti. Yaxshi oilaning bolasi edi, qo'ldan berib qo'ysa bo'lmaydi. Singling qachongacha mushundaq yuriydi ekan deydim. Uningga menmi nasihat qilmadim emas, lekin mening gapimni anglamasa" dedi Rustam. "Xotirjam bo'l. Men uning bilan ko'rishib nasihat qilaman" deb chin ko'nglidan va'da berdi. U Dilmurodning o'zidan bu gapni yo'shirib yurmaganidan rozi bo'ldi. Texim muhimi, Gulnozdek chiroyli qiz bola bilan birdan bo'lsa-mu ayrim paranglashib bilish, uning chiroyiga, so'zlashlariga qarab o'tirish ko'ngli kishi edi. Rustam atisi Gulnozga telefon qilib, uni yangidan ochilgan ozoda bir restoranga tushlik tamoqqa taklif qildi. O'zi restoranga baldiroq berib, Gulnozni elib kelishga shofirni avatdi. Ana Gulnozmi keldi. U aynak eshikdan kiribla atrofga qarab Rustamni izladi. U egiz, inchika bo'y, so'zinchoq yuzlik, yo'g'on qora ko'zlik, qonxarliq, ikki mag'zi ham lablari girim qilib olgandek qizil kelgan. Oldidan o'tgan har qanday odam hayronlik bilan kayniga burilib yana bir qaraydigan qiz bola edi. Agar uni kichik vaqtlardan tortibla to'nimagan bo'lsa, Rustam uni girim qilyapti degan bo'ladi. Uning ustiga u dadasiga o'xshaydi. Aytishlariga qaraganda Abbos Nazir yosh vaqtlarida qosh ko'zlari to'kilib turadigan, mangzi qizil kelishgan odam ekanmish. Uning chiroyidan bu alayliklarni hozirmi ko'rib olg'ili bo'ladi. Rustam Gulnozga qarab qo'lini ko'tardi. Gulnoz uni ko'rib itdek uning oldiga keldi. Ular qisqacha salomlashdi. Ikkisining chiroyidan yaqinlik va bir-biriga ishonish chiqib turadi. Rustam Gulnozdan nima yegisi borligini so'rab, o'zi yana bir necha xil tamoq kavob, sovuq ichimlik buyurdi. Ular taqdim-baqdim paranglashqach qizalandi. San'at institutida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Gulnoz yaqindan beri qandaqdir bir kinoda rol olyapti. Shu ishlar bilan janub taraflarga berib kelgan edi. Rustam uningdan: "Qandaq ishlaring joyida ketyapti?" deb so'radi. Gulnoz uning savoliga javob bermay, birdala qo'ldagi cho'kini shaqqada qo'yib, Rustamning ko'ziga tikildi. "Bo'ldi aka, to'la gap agitmay, so'raydigan savolingni so'rg'ina. Sen mening to'y qilishga zodi nemishqa qo'shilmaydiganligimni so'ramoqchi, shundaqmi? Sen menga nasihat qilmoqchi-ku? Seni dadam avatdi, tayinliq. Lekin men sana deb qo'yay. Menga nasihat qilaman deb avara bo'lma. Dadamga yaragan u loyiq menga yaramaydi. Men uning qanday odam ekanligini bek obdan bilaman. Ayol kishiga yolg'iz yashash gunoh emasdi? Qonunga xilof emasdi, ha?
Undaq bolsa, mən yalğız yaşayman. Ularga dep qoy. Mən bilan hech kimning kori bo'lmasin. Mən hech kimga ig'irchiligimni yoshirmayman. Ularning yuzini to'kadigan ishni qilmayman. Bo'ldimi amdi? Gulnaz o'rnidan qo'pib ketmoqchi bo'lgan edi. Rustam uni tutib oldi. Aldirmag'in. Meni ko'zingga ilib bu yerga kelsan, mening bir ig'iz gapimni anglab qo'y. Men dadang, akang uchunla kelmadim. O'zim uchunmi keldim. Sendan ansirab keldim. Mening bir singlim bor edi. Uni senmi bilasan? Biroq u vaqtsiz o'lib ketgan. Sen menga ashu singlimdek yaqin ko'rinasan. Shunga men seni baxtli bo'lskan, turmushning judun chopqinlarga uchrab ketmiskan deyman. Men sana deb qo'yay Gulnaz. Qiz bola har qancha jigarlik bo'lsa-mu, baribir ojiz. Turmushda uningga bir yo'lanchik, hamroh bo'lmasa zodi bo'lmaydi. Sen degan yog'ning ichidagi bo'rakdek cho'ng bo'lgan qiz bola turmushning rahmsizligini, odam deganning ba'zida yilon chayandimi zaharlik ekanligini bilmaysan. Shunga har qanday ishda yengillik qilmasang bo'larmikin? Gulnaz ko'zidagi yoshni yoshirish uchun chetga qarab oldi. Rustam uning qattiq azoblanayotganligini, ishtiboqini o'rtayotgan dard alam tufayli ojiz tenning bo'ron so'qqan yaproqdek titrayotganligini sezdi. Uning ichi og'rib nima deyishni bilolmay o'ltirib qoldi. Gulnaz erga o'sgan mag'rur qiz bola edi. Kichigining qilaman degani qiladi. Mijozi so'zi o'tkir bo'lgani uchun bir tuqqanlarni emas, ota-onasini og'ziga qaratdi. U o'zining turmush ishidimi hech kimning gapini anglamadi. Xizmatga chiqqan yili Faruq ismli bir yigit bilan tanishib, bir necha oy o'tmayla to'y qildi. To'y oqshomida uning mohiyati tashqi ko'rinishiga tubdan o'xshamaydiganligini, har jihatdan hargiz o'zi kutgandek yigit emasligini ko'rib yetdi-yu, dardini ichidan chiqara olmay qoldi. Faruqning shalloq, hayosizligi, ko'rangligi uni tezla o'zidan seskandirdi. U ko'nglida er-xotinchilik turmush degan mushundaq bo'lamdi, boshqalarning turmushi qandaqdir deb o'ylaydi. Har kuni mas keladigan Faruq bilan birga bo'lish uning uchun chidab turg'isiz azob ham xo'rliq edi. Uning ko'nglida yangi to'y qilgan yosh ayollarga xos baxtiyorlik, xushallik va orzu-havaslardan asar yo'q edi. Shundaqdimi tishini tishlab, ayollik burchini ado qilishga ota-onasi va boshqalarning oldida baxtli yosh kelinchakdek rolni o'ylashga tirishadi. Shundaq gangrab yurgan kunlarning birida u o'zining homildor bo'lib qolganligini bayqadi. Balada nima gunoh? U nurg'un o'ynashdan keyin balani tug'ish qaroriga keldi. Qizi tug'ilgandan keyin barliq mehrini uningga bag'ishladi. Bala sababidan ularning turmushida oz-to'la iliqlik paydo bo'lgan edi. Biroq u tug'utliq mezgilda Faruqning uyiga boshqa ayollarni boshlab kelganligini bilib qoldi. Faruq uning oldida tizinib turib tavba qildi va buningdan keyin undaq ishlarni qilmaslikka va'da berdi. Biroq bu va'dasiga orqa-orqadan xiloflik qilaverdi. Teg'i haraq ichib Gulnazni urilgan bo'lib oldi. Chiroyli bezalgan yangi uylar Gulnazning ko'ziga do'zaxdek ko'ringan bo'ldi. U ajrashish niyati kelgandimi, hech kim uni niyatidan yondira olmadi. Gulnaz qizi bilan bir necha yilni xotirjam o'tkazdi. Qalb yorlari asta-asta saqib, yoshlik tuyg'ulari urg'ishqa boshlaganda boshqalar soya qilgan bir ikki er bilan olishib baxti. Ularning hammasila haraqni bo'lishiga chatdi. Saq vaqtida bir obdan o'ltirgan odamlar mas bo'lib yuribla qiliq chiqarg'ili turadi. Gulnazning do'stlari erlarning mohiyatini bilay desang, mas vaqtini ko'y degan gap bor deyishadi. Gulnaz xudini, izzatini yo'qotgan ashu erlarga qarab seskinib ro'yinib ketadi. Bu qitim tuqqanlari soya qilgan odammi ana shundaq erlardan edi. Rustam aka, uydagilarga aytib qo'y, mendan andish qilmasin. Men hozir noyat yaxshi yashayapman. Xuddi qiz vaqtlarimga yenib qolgandek, o'zimga bo'lgan ishonchim asli kelgandek bo'lib qoldim. Men yana bir haraqkash bilan to'y qilsam, endi tugishib ketaman. Yosh o'lib qolaman yoki bir ish chiqarib qo'yaman. U chaqda sizlar menga nima qilib beralaysizlar? Gulnaz shu gapni qilib bo'lib, Rustamning mashina bilan opirib qo'yay deganiga unmay ketib qoldi. Rustam odam shalong restoranning bir bulongda yolg'iz o'ltirib, bir tal tamaki tutashtirdi. Ko'nglidagi o'y-fikrlari qalaymiqan ziddiyatlik edi. Gulnazga haqiqatan chichog'ir etdi.
lekin yuragida yana bir yılan qimirlayotgandek. Xo'p bo'ldi, sen o'zingni qaltis chaqlab, hech kimni yaratmay yuratding-ku, mana endi osmondan yerga tushdingmi, deyotgandek tuyulatdi. Ashu Dilmuratmı boshqacha hakavr edi. Buni hakavurlik degilimi bo'lmas. So'ngak so'nkidan qandaqdir ustunlik tuyg'usi chiqib turadi. To'g'raqliqdagi hamma odam, hatto Rustammi uni ishkirdan qaytib kelsa, katta o'rinda ishlab, qaltis odam bo'ldi deb o'ylaydi. Ammo Dilmurat veviskisi yo'g'on bo'lgan bilan ko'zga ancha chiliqmaydigan, iqtisodim yo'q bir o'rinda atidin kechgacha kitob hojlab o'tiradigan odam bo'ldi. U Dilmuratdan umidsizlangancha ko'nglining cho'nqur bir yerida "Endi navbat bizgami kelgandu, bizmi boshqalarning havasini keltirgudek yashab boqamiz" deb o'ylab xushalmi bo'lgan edi. Jonining ishlari shunday ekan, Abbos Nazir pensiyaga chiqib doktorxonadan kelolmaydigan bo'lib qolgan edi. Ilgari atrofidan ketolmaydiganlarning hammasi to'zib ketishdi. Uning e'tiborli bolalarning birimi dadasining izini besishni o'ylashmadi. Shunday qilib, bugunga kelganda Abbos Nazir oilasining 50 yilga yaqin davomlashgan saltanati o'chib qolish oldida turadi. Abbos Nazir bargancha to'li chechildigan, hech qanday ishdan rozi bo'lmaydigan, hadisa qaqshaydigan bo'lib ketyotdi. Ballardan umid o'sib, Rustamga to'laroq yo'lindigan bir ishlarda uningdan maslahat so'raydigan bo'lib qolgan edi. Rustam uni ilgirgidek cho'ng ko'rmisimu, ba'zi qiliqlardan bezor bo'lib, yenidan chiqib ketgicha ko'zi to't bo'lsa-mu, chandırmaslik tirishadi. Nimani degan bilan u uning ayni yillardagi boshpanohi yana kelib bajisida. Rustam buloq beshidan o'tib ketayotganda mig'miq odamlar orasidan inisi Ahmadning qarisini ko'rganda qildi. U pikapni to'xtatib ittik tushib, atrofni xeyli izlagan bo'lsa-mu, Ahmadni qayta uchirta olmadi. Birini o'xshatib qoldimikin yoki uni seg'inib ko'ziga shunday ko'rindimikin ha? U Ahmadga amroq edi. Tetik kelishimlik bo'lgani uchun uydagilarning hammasi uni yaxshi ko'radi. Uning bir ketgancha yo'q bo'lib ketganini ularning ko'nglida bir tugum bo'lib qolgan edi. Bo'libmi Zaynabxon rahmatlik Hasan axuning bir taloq bolasini saqlab qololmadim deb ko'z ish qiladi. Uni oz degandek Ro'za axuning kesli onasiga ko'tirib qo'qqisiz dard bo'ldi. Rustam bultur ularni yo'qlab bo'lganda onasini toniy olmay qoldi. Onasining chochlari oqirib ketibdi. Texim o'ruqlab ko'z atrofi javg'aylarda cho'nqur qo'riqlar paydo bo'ldi. U aqliga kelgandan tortib onasining chechi cho'lib qolganini, sangul-sungul kiyinganini ko'rmagan. Bultur borganda uyda Helimgul bor ekan, onasi Ro'zaxonning orqasidan chiqib ketibdi. Rustam onasini izlab mahaldagilarning ko'rsatgani bo'yicha mahalning yuqorisidagi qumushliqqa bordi. Kech kirib qolgan edi. Qumushliq do'ngda bir mo'may oldi tarafga qarab o'tiradi. Tog'aq tegmagan chochlari paqbiyib ketgan, ko'ni kir ko'ngda kiygan bu ayol uning onasi edi. Chochlari o'sib ketgan Ro'zaxon sal nerida uzun pöpüklik qumushlarni so'rab yugurib yuradi. Onasi to'xtamay Ro'zi qari bolam, "Mang uyga ketayli. Men sana osh etib qo'yib keldim. Qo'sqing oshmadimi bolam?" deb yalvaradi. Ashu ko'rinish Rustamning qalbida cho'nqur o'rnab ketdi. U onasini o'ylasila, ashu ko'rinish ko'z oldiga kelib olib, yuragi ezlatdi. U Ro'zaxonni o'limchiga akilib davoltay desimi, onasi unimadi. U Ro'zaxon kasal emas, uni doktor davolay olmaydi deydi. Ayni chaqda Ro'zaxonning muallimi akilib bergan do'rinimi, bu dori emas, zahar ekan. Buni esa bolamning chiroyi sarg'ayib, murdaga o'xshab qoldi ekan. Uningdan demedi yaxshi emasmi? Balam turdi qari, buni ochqib odam bo'lmaydigan yerga to'kib etinglar degan edi. Ajab ish bo'ldi. Fukamning yosh umriga uval bo'ldi. U ajoyib aqlli odam bo'lgan edi. Onamga teximi uval bo'ldi. Bu uning bolalarining rohidini ko'rdigan yesh emasmidi? U umrida hayotning hech bir xo'rligini ko'rmay o'tgan emasmidi? Esit. Rustam yanga qaragan bo'lib, ko'zining burjigidagi yeshini surtibdi. Uduldagi kichik aynakdan uni ko'rib qolgan shopir yigit ichida ajablandi. Baya oshxonada sobiq nozirning qizi bilan bir nima deyishib qolganmidi? Cho'pchong er kishi har qancha bo'lsa-mu uning uchun yosh to'kib yurmas. Uning ko'ngli bormikin ya? Bu zamonning odamlarini bir nima deb bo'lmaydi. Uning ustiga bek chiroyli kasabetchimi u?